Assalomu alaykum Cherry Adaymaster Buxoro obunachilari. Sizlarni ko'z oldinglarda Cherry Tiggo 9 Pro'miz. Bu gibrid bo'ladi mashinamiz. 4x4 bo'ladi. Off-road 5-7 kishilik crossoverimiz mashinamizni. Oilaviy akaxonlarimizga juda zo'r mashina, tog'larga borib maza qilib chiqadi, chunki 4 ta balonni ham tortadi mashinamizni. Va ichki qismiga o'tamiz mashinamizni, ketdik. Hurmatli obunachilarimiz, mana ichki qismiga ham o'tib oldik mashinamizni. Juda chiroyli ishlangan, rullari ham bir o'ziga mos sportivniy qilib ishlangan. Ichki tarafdan boshlasak, sidenya boshqarish endi chap taraf eshikning o'zida juda zo'r ishlangan. Tepa past, orqa oldi boradi bemalol. Ruchka hamma narsalari bor. Даже oynalarda detskiy rejimlargacha bo'ladi, bemalol qo'llaringizni qo'yib ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Rulga keladigan bo'lsak, rulimiz sportivniy multimedialik rul. Bu yerda bemalol cruise control, hamma narsa funksiyalari bor. Multimediani boshqarasiz. Даже mashinamizda zvukovoy управленияsi ham bor. Ya'ni o'zini alisasi bo'ladi. Xohlang tugmani bosib, Здесь. o'zi gapirib, o'zi ishlarini qilib tashlaydi. Ya'ni nima degan? Panoramani ochadi, konditsionerni boshqaradi, polni nima funksiyalar bo'lsa hammasini boshqaradi. Bu tarafda rulimizni o'zini cruise control, adaptiv cruise controllar, ya'ni ADAS sistemani 100% uстановка qilingan. Bu nima deyotgan bo'lsanglar, bu mashinamizning kamerasi rulda yo'lda ketayotgan paytingizda agar uxlab qolsanglar, mabodo ruldan qo'lingizni olsa, birinchi o'rinda sidenya vibratsiya berishni boshlaydi, uyg'otishga urinadi. Agar uyg'onmasangiz, o'zini o'zi avtomatik tormoz olib to'xtatadi mashina. Chetga oladi. Plus mashinamizda head-uplarigacha bor. 9imiz endi gibridga bu juda zo'r funksiyada. Ikkita oldi sidenya massaj mashinamizda. Plus rejimlari mashinamizda. O'rtadan boshlasak, 4x4, sport, snack, hamma rejimlari bor mashinamizda. Bir 6-7 ta rejim bo'ladi. Mashinamiz gibrid holatida 1400 km masofani bosib o'tadi. Yoki chisti tokda yuraman degan akaxonlarim bo'lsa, chisti tokning o'zida 150-160 km chisti yurib beradi mashinamiz. Salon kачестволari ham polni alkantara qilingan. Koja emas, polni alkantara sidenyalargacha. Bo'yi aytganimdek, ikkita oldi sidenyada massaj funksiyalari ham bor. Mashinamiz 7 kishilik bo'ladi. Endi orqa qatorini ko'radigan bo'lsak, bitta hozir orqa qatorini ham ko'ramiz. Общий o'sha payt yana qolgan funksiyalarini ham bilamiz. Xo'sh, endi bitta zvukovoy управление bilan polni panoramani ochib ko'ramiz. Panorama tomni. Привет, Cherry. Здесь. Открой люк до конца. Хорошо. O'zi avtomatik ochadi. Nimada до конца dedim? Chunki oxirigacha ochsin deb. Panorama ochishlari. Juda chiroyli panorama qilingan. Mashina usti tomlari ham qoraytirilgan bo'lgan uchun patologlari, tonirovka, oldi lavoga o'zini 40%, 30% son jastkasi bo'ladi, sonsiz jastkasi bo'ladi mashinani. Lekin siz o'zingizga antiblik yoki biron uraman desanglar ham juda chiroyli yarashib ketadi. Chunki patolog o'zi cho'rniy qilingan, ya'ni qoraytirilgan patologiya. Endi orqa bagajini ham bitta tomosha qilamiz. Endi hurmatli do'stlar, orqa tarafiga keladigan bo'lsak, bu toychog'imizni, bu endi qo'pol qilib aytgan jonkachamizni ko'radigan bo'lsak, orqasi juda chiroyli ishlanganda mashinamizni bitta knopka bilan ochasiz. O'zi avtomatik ko'taradi, detskiy rejimlarigacha bor. Bemalol yoshlaringiz bo'lsa, boshqalar bo'lsa ham bemalol qaytib ketadi. Misol uchun mana srazu orqaga obratno beradi mashinamizni. O'zini zaradnigi chiqadi mashina orqasidan va 3-qatorimiz, ya'ni mashinamiz 7 kishilik. Gibrid 7 kishilik 360 kamera, polni avtoparkovka qiladi o'zini, inson omilisiz. Bemalol eksterniy tormojeniyalar bor, oldi orqasida mashinamizni. Mazza qilib haydasanglar bo'ldi kelib. Narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, buni mashinamizning narxi o'zini tan narxi 589 million 900 ming so'm. Bunga 40 million hozirda foyda asosida chegirma ham mavjud. Bemalol kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Kimdirlar menga gibrid kerak emas, menga umuman tok umuman yoqmaydi desa, bemalol mashinamizning benzin holatidagi varianti ham bor. Kelib tanlab ketsanglar bo'ladi.